Hammaga salom. Sizlar ham Telegramda mana shunaqa giflarni ko'rgan bo'lishinglar kerak va aynan shu giflarni sotib olish uchun Stars kerakligini bilib, bu videoni topib keldingiz degan umiddaman. Xullas, bugungi videomizda nimalar bo'ladi? Telegram Starsni qanday qilib eng arzon va eng qulay holatda sotib olish va Telegram giftlarini qanday qilib sotib olish haqida. Bu narsani sodda, juda ham tushunarli hamda sifatli holatda tushuntirib berishga harakat qilaman. Siz bilan har doimdek Sendor. Video mavzusi qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoga like bosing va menga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Biz esa har doimdek boshladik. Xullas, birinchi bo'lib nimadan boshlaymiz? Biz Stars sotib olish usullarini ko'rib chiqishimiz kerak. Stars sotib olishda bizda juda ham ko'p usullar mavjud bo'lib, buni birinchisi rasmiy usulda sotib olish. Rasmiy usulda sotib olish tabiiyki juda ham qimmat va viza talab qiladi. Bu ortiqcha vaqtingizni olib qo'yadi. Ikkinchi usul Telegram botlar orqali sotib olishingiz mumkin, lekin ularda narx har xil o'ynaydi va juda ham baland. Ya'ni Telegramning rasmiy narxi bilan bir xil yoki undan ham qimmatroq bo'ladi. Xullas, ko'pchilik fragment haqida eshitgan. Fragment juda ham arzon bo'lgan usul, lekin bor. Unda faqat kriptovalyuta yordamida to'lov qilasiz va kriptovalyutani sotib olish, uni obmen qilish, komissiya va boshqa narsalarga siz juda ham ko'p pul sarflaysiz va vaqt sarflaysiz. Kamgina staj olmoqchi bo'lsangiz, ko'proq vaqtingiz ketadi va yana bir marta eslatib o'tiladigan joyi, kriptovalyuta bilan noqonuniy shug'ullanish O'zbekiston hududida bu taqiqlangan. Shuning uchun bu narsani ham hisobga olish kerak bo'ladi. Xullas, eng qulay usul bu nima? Bu smmya.com sayti. smmya.com saytiga kirish, ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin akkauntga kirmasdan Starsni tashlab olsanglar bo'ladi. Stars tashlash uchun balansni to'ldirish kerak bo'ladi. Balansni to'ldirish ham juda ham oson. Klik yordamida oson to'ldirib olishinglar mumkin, hech qanaqa karta raqamlarini kiritmasdan. Bu narsani hozir qanday qilib ishlashini sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda o'zimizga kerakli brauzerni ochamiz. Buni har doim kompyuterdan ko'rsatardim. Men ko'pchilik telefonda so'ragan uchun telefondan ko'rsatyapman. Brauzerdan ochib smmya.com saytiga kiriladi va ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish bo'yicha qo'llanma albatta video opisiyaniyasida, men esa login qilib kirdim. Xullas, smmya.com sayti interfeysi mana shunaqa va bu yerdan kategoriya bo'limini ochib, kategoriyadan Telegram Stars, ya'ni Premium va Stars yulduzcha bo'limini ochgan holatda Telegram Starsni tanlab, bu yerdan Stars sotib olishingiz mumkin o'zingiz akkauntingizga. Narxi ham mingtasiga $15. Xo'p, saytga endi kirdik. Balansimizni to'ldirishimiz kerak deydigan bo'lsangiz, shunchaki mana bu 3 ta chiziqchani bosib, hisobni to'ldirish bo'limini ochgan holatda balansingizni oson klik bilan to'ldirib olishingiz mumkin. Buni qanaqa amalga oshiramiz? Hisobni to'ldirish bo'limini ochamiz, usuldan Uzcard Humo'ni tanlaymiz va mana bu yerda bizga bot beriladi. Aynan shu link orqali botga o'tamiz va Telegramda bizda bot ochiladi. Xo'p, Payment SMMya botga kiramiz va Start bosib, hisobni to'ldirish tugmasini bosamiz. Hisobni to'ldirish tugmasini bosganimizdan so'ng biz saytdagi foydalanuvchi nomimiz, ya'ni username'imizni kiritish kerak bo'ladi. Masalan, bu menda Sendor ro'yxatdan o'tayotganingizda yoki login qilayotganingizda ishlatadigan loginningiz, bu sizning saytdagi usernameningiz hisoblanadi. Kiritganimizdan so'ng bizda summani tanlash chiqadi. Mana shu tugmalardan foydalanib o'zimizga kerakli summani tanlaymiz. Minimal $1 hozir bu yerda. To'lov qilish tugmasini bosamiz. Aniq summa bilan tanishib chiqib, keyin esa mana bu klik tugmasini bosamiz. Klik tugmasini bosganimizda bizda sirazi klik ilovasiga o'tib ketamiz. Agarda klik ilovamiz bo'lsa, agarda sizda klik bo'lmasa, klik ochib olishni maslahat beraman va o'zimizga kerakli kartani tanlagan holatda to'lash tugmasini bosamiz. Bu yerda hech qanaqa karta kiritish shart emas. Hammasi klik orqali 100% xavfsiz holatda amalga oshiriladi. To'lov amalga oshirilmoqda deb chiqqandan so'ng davom etishni bosib botga qaytamiz va sirazi botdan bizga xabar kelgan bo'ladi. Ya'ni balans to'ldirish haqidagi so'rovingiz amalga oshirildi degan. Ko'rib turganingizdek botdan bizga to'lovingiz tushdi degan xabar keldi. Endi bemalol saytdan foydalansak bo'ladi. Saytga qaytamiz va yangi buyurtma bo'limiga qaytamiz. Bu yerdan esa yana Telegram Premium Stars bo'limini ochgan holatda kategoriyadan xizmatlardan Telegram Starsni tanlab olamiz. Keyin havolaga o'zimizni Telegram username'imizni kuchukcha bilan kiritamiz. Miqdor degan joyga esa bizga kerakli bo'lgan Starsni kiritamiz va pastda olinadi degan joyda bizdan qancha pul olinishi, balansimizdan qancha yetib olinishi ko'rsatiladi va pastdagi yuborish tugmasini bosishimiz bilan bizani buyurtma saytga qabul qilinadi va tez orada bizani balansimizga Stars tashlab beriladi. Va ko'rib turganingizdek, saytda 20 sent farq qilyapti. 20 sent ham oddiy komissiya barobatlarlarning hisobiga. Ko'rib chiqdik, balansimizga Starslarni tushirib oldik. Endi sovg'alarni qanaqa qilib sotib olishni ko'rib chiqamiz. Sovg'alarning ikki xili bor. Cheklanmagan sovg'alar. Bu odatda qanaqadir bayramlarda, tug'ilgan kunda arzongina sovg'alarni berish uchun arziydi.
Ikkinchisi esa cheklangan yoki NFT holatdagi sovg'alar. Bu sovg'alar o'zini qiymatiga ega. Ular ko'rinishiga yoki uzoriga yoki modelkasiga qarab juda ham qimmat bo'lishi mumkin yoki juda ham arzon. Ya'ni ular soni juda ham ko'plari, ba'zilari arzon va ba'zilari qimmat. Lekin ularni Telegram Marketplace'idan sotib olsangizgina Stars'ga ola olasiz. Boshqa joydan tonga sotib olinadi yoki qo'ldan olsangiz ham bo'ladi. Biz hozir siz bilan Telegram Stars yordamida Telegramni o'zini Marketplace'idan sotib olishga harakat qilamiz. Lekin bunga ham e'tibor beradigan joyi, Telegram Marketplace'da ikki xil valyuta bor. Ton yordamida sotib olish, Stars yordamida sotib olish. Biz ana shuni hozir aniq qilib ajratib, qanaqa qilib sotib olishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, endi Marketplace'ga kirish uchun Telegramga kiramiz va sozlamalar bo'limini ochib, pastroqqa tushgan holatda hadya yuborish bo'limini ochamiz. Bu yerdan o'zimiz kontaktlarimiz yoki o'zimizni tanlagan holatda sovg'a yuborish bo'limini ochamiz. Sovg'a yuborish bo'limida bizda birinchi bo'lib kutib oladiganlari bu cheklanmagan sovg'alar. Bularni qiymati o'sha Stars'ga sotib olasiz, maksimum nechadir foizini yo'qotgan holatda Stars'ga almashtirishingiz mumkin 7 kun ichida. Lekin hech qanaqa qiymatga ega emas. Prosta profilingizda chiroyli turishi uchun yoki kimdandir esdalik qolishi uchun sovg'a qilsangiz bo'ladi. Pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana bu qayta sotuv belgisi bor sovg'alar esa aynan NFT, ya'ni collectible sovg'alar, to'planuvchi sovg'alar tipi. Shunaqa o'zbekchada menimcha to'planmali sovg'alar desa ham bo'ladi. Aynan shu sovg'alar chiqib keladi. Bu sovg'alarni birma-bir ko'rib olishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, bir-biridan ancha farq qiladi. Fonlari o'zgacha, aynan bir xil fonda yig'ishingiz mumkin va bularni sotib olishda asosiy e'tibor beriladigan narsa ularning narxiga qaraymiz va yonida mana bunaqa ton belgisi turgan bo'lsa, uni faqatgina ton evaziga sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun aynan ton belgisi yo'q bo'lgan sovg'alarni topib, ularni Stars yordamida sotib olishga harakat qiling. Chunki hozir biz balansimizni Stars'ga to'ldirganmiz va Telegram Marketplace'da Stars'ga sotib olish yanada qulay. Agarda tondagi bironta gift yoqib qoladigan bo'lsa, shunchaki ton sotib oling va ton evaziga ushbu giftni o'zingizga collectible sifatida qo'shib olsangiz bo'ladi. Xullas, Marketplace juda ham sodda. O'zingizga kerakli giftni topasiz va uni asta-sekin sotib olasiz. Xullas, qisqa qilib aytganda shunday. Giftlarning modellari, naqshlari, orqa fonlari bir-biridan farq qiladi. Ularni tepadagi filtr orqali ajratib olishingiz mumkin yoki-da aynan collectible giftlarga o'tish uchun mana bu yerda bo'lim ham qilib qo'yishga, aynan shu bo'limdan ham bemalol collectible giftlarni alohida topib olib o'shalarni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pincha giftlarni sotib olishga uringaningizda eng arzoni turgan bo'ladi. Eng arzonni sotib olishga boshlaganingizda уже allaqachon bu chiqarishda deb ko'rsatilgan yozuv chiqadi. O'shaning uchun arzonroqlardan emas, iloji boricha salgina teparoqdan qarashni tavsiya qilaman. Bu asosan menimcha mashinaklar tomonidan qo'yilgan bo'ladi yoki-da aynan user bot orqali arzon qo'yilganlarni avtomatik sotib olish sistemasi orqali qilingan bo'ladi. Aynan o'zimning giftlarimga keladigan bo'lsak, men giftlarim profilda mana bunaqa holatda turadi. Aynan bittasini taqib olganman va oltitasini pin qilib qo'yganman. Bu juda ham chiroyli ko'rinadi. Va hadyalar bo'limiga, profilimdagi hadyalar bo'limiga o'tadigan bo'lsangiz, bu yerda hozir siz ko'rinadiganim, men bu yerga telefonlarni o'chirganimda siz ko'radigan giftlar chiroyli bo'lib chiqadi. Hammasi neon blue fonda, aynan ko'kka yaqin ranglardan to'plab chiqqanman. Menimcha chiroyli. Xo'sh, o'z bahoyingizni kommentariyada qoldirib ketsangiz ham bo'ladi va sizga ham mana shunday giftlar nasib qilsin. Xullas, bu narsani ko'rib chiqdik. Juda ham sodda, tez va foydali holatda tushuntirib o'tishga harakat qildim. Agar sizlarga ham Stars kerak bo'ladigan bo'lsa, smmedia.com saytiga bemalol kirib Stars sotib olishingiz mumkin. Hech qanday ortiqcha to'lovlarsiz, ortiqcha vaqt ketkazmaysiz va barcha karta tizimlari qo'llab-quvvatlanadi. Xohlasangiz kriptoda to'ldirishingiz ham mumkin, lekin buni tavsiya qilmayman. Xo'p, video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lishni, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishni va menga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Obuna bo'lishni 2 marta aytdimmi, yo'qmi bilmadim. Xullas, kommentariyada buni ham yozib ketsanglar bo'ladi. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Like bu video ko'pchilikka yetib borishiga xizmat qiladi. Keyingi videolar nima haqida bo'lsin, izohlarda yozib qoldiring va siz bilan har doimdek Sindorz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Ketdik.